2026-yilda boshlash uchun real va ko'p pul keltiradigan atigi 5 ta biznes bor. Men sizga bu videoda ko'pchilik gapirayotgan oshxona, sammoyka va magazin ochish haqida gapirmayman. Aniq raqamlar va boshqa dunyo bozorlarida ishlayotgan bizneslar haqida tushuntirib o'taman. Assalomu alaykum, men Isroil Samatov, 7 yillik tajribaga ega investorman. Shu kungacha 500 ga yaqin investorlarni shogird qilib chiqazganman. Bu videoda 2026-yil trend bo'lishi kutilayotgan 5 ta biznes haqida gaplashib o'tamiz. Yaxshiroq joylashib oling, biz boshladik. Birinchisi kir yuvish servisi. Bu eng stabil, kam xarajatli va tez rivojlanayotgan bizneslardan bittasi. Kir yuvish bozori dunyo bo'yicha har yili 5-8% gacha o'syapti. Bu biznesda sof foyda 20-35% atrofida bo'ladi. O'zbekistonda hali ommalashmagan, lekin endi ommalashish kutilyapti. Eng muhimi bu talabi hech qachon tugamaydigan xizmat turlaridan bittasi. Endi nimaga bu biznes kuchliligini 4 ta sababini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, odamlar eng qiynaladigan ishlaridan bittasi bu kir yuvish. Ishi bor, band odamlar kir yuvishdan charchaydi. Ular vaqtini tejaydigan xizmat turi uchun har doim pul to'lashga tayyor. Ikkinchi sabab, biznes modeli juda ham oddiy va kengayishi oson. Boshlanishiga kichkina xona, 2-3 ta kir yuvish mashinasi va quritgichlarning o'zi yetarli bo'ladi. Keyinchalik 24/7 xizmatini, oylik yoki haftalik abonementlarni, dastavka xizmatini, korporativ yuvishlarni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Korporativ yuvish bu katta restoranlar, kichkina oshxonalar, katta fabrikalar bo'ladi. O'sha fabrikalarning ishchilarining kiyimlarini yuvib berish xizmati. Bu sizga doimiy mijoz oqimi bo'ladi. Kir yuvish servisini yana 3-chi kuchli tomoni, raqobat deyarli yo'q va raqobatchilar eskicha uslubda yondashadi. Ko'pchilik CRM ishlatmaydi va yetkazib berish xizmatini avtomatlashtirmagan yoki sotuv marketingni yaxshi yo'lga qo'ymagan. Agar kuchingiz yetadigan bo'lsa, mobil ilova qiling. Unda obuna tizimini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Yoki Telegram, Instagram shunga o'xshagan saytlarda siz onlayn buyurtmalar qabul qilsangiz bo'ladi. Agar shu tizimni to'g'ri marketing bilan yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, bozorda lider bo'lasiz. To'rtinchisi va eng asosiysi, bu modelda doim pul aylanadi sizda. Har hafta sizga yangi buyurtmalar va qayta keladigan mijozlar bo'ladi. Chunki odamlar har hafta kiyimlarini yuvishga ehtiyoji bo'ladi. Agar siz korporativ kontraktlarni tuzib oladigan bo'lsangiz, pul oqimini tagida qolib ketishingiz mumkin. Ikkinchi biznes elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari. 2026-yilda eng tez o'sadigan bizneslardan bittasi bo'lib kutilyapti. Elektromobillar soni keskin oshyapti, lekin quvvatlash stansiyalari yetishmayapti. Misol uchun Toshkentda yetarli bo'lsa ham, lekin qolgan viloyatlarda bunaqa stansiyalar topish juda ham qiyin. Aynan shu bo'shliq katta biznes imkoniyatiga aylanyapti. Nimaga bu biznes kuchli? Chunki yillik o'sish foizi 25-35% ga teng bo'lyapti. Bu biznesda sof foyda taxminan 35-40% atrofida bo'lyapti. Eng zo'r tomoni, bu tunu kun ishlaydi. Hech qanaqa xodim talab qilmaydi. Sizga eng kerakli narsa bu bitta yaxshi lokatsiya. Buni qatga qo'ysa bo'ladi. Biznes sentrlar, restoran va kafelar yoki savdo markazlarining oldiga. Buni modeli qanaqa ishlaydi? Birinchi, stansiya o'rnatasiz, quvvatlashdan tushgan to'lov avtomatik yig'iladi, joyi egasiga foiz berasiz va sizga passiv daromad oqimi shakllanadi. Uchinchi biznes turi bu uy xizmatlari, masalan daraxtlar yoki gazonni parvarishlash, cleaning xizmatlari, hayvonlarga qarash, santexnika xizmatlari va boshqalar. Bu bozor 2030-yilgacha yiliga 10% dan o'sishi kutilyapti va sof foydasi esa bu biznesdan 10-20% atrofida bo'ladi. Eng katta afzalligi shundaki, bunda siz o'zingiz ish qilishingiz shart emas. Sizning asosiy vazifangiz sotuvlarni oshirish va xodimlarni boshqarish. Targetolog sizga lead yig'ib beradi, qolgan xodimlar, ustalar sizga xizmatni bajarib berishadi. Bozordagi ko'pchilik eski uslubda ishlayapti. Hech qanaqa mijozlar bazasi qilishmagan va marketingni to'g'ri ishlatishmaydi. Agar siz zamonaviy boshqaruv bilan kirib keladigan bo'lsangiz, butun boshli bir hududni bemalol egallab olishingiz mumkin. To'g'ri, bu biznes olamshumul biznes emas, wow biznes emasdir, lekin bunda raqobat kam, lekin talab ko'p bo'lgan biznes. To'rtinchisi, kompaniya aksiyalariga investitsiya qilish. 2026-yilda eng aqlli va eng xavfsiz boylik yaratish tizimi hisoblanadi. Bugungi kunda e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng boy odamlar bu biznes egalari yoki aksiya egalari. Agar boshqa biznes boshlashga vaqtingiz bo'lmasa yoki pulingiz yetarli bo'lmasa, eng to'g'ri yo'l bu kompaniyalarga ulushdor bo'lib kirish. Hozir men sizga nimaga bu yo'nalish eng kuchliligini tushuntirib o'taman. Birinchisi, kiritgan pulingizdan daromadingiz qancha bo'lishini o'zingiz tanlaysiz. Masalan, katta kompaniyalar. Agar siz riski kamroq, stabil daromad qilmoqchi bo'lsangiz,
unda siz katta kompaniyalarni tanlaysiz. Bunda yillik o'sish foizi 15% dan 20-25% gacha boradi. Agar siz ko'proq daromad xohlaydigan bo'lsangiz, bunda siz o'rtacha kompaniyalarga investitsiya qilishingiz mumkin. Shunda sizni daromadingiz, yillik daromadingiz 50% dan 100% gacha borishi mumkin. Agar siz undan ham ko'proq daromad qilish xohlaydigan bo'lsangiz, bunda sizda yana bitta yo'l bor, faqat uni riski eng yuqori hisoblanadi. Bu penny stocklar. Bunda siz yiliga 1000% dan 10000% gacha kerak bo'lsa, daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu foizlarni gapirayotganimda sizni pulingizga qarab o'lchanadi. Misol uchun siz katta kompaniyalarga $10,000 investitsiya qiladigan bo'lsangiz, bu 20% yillik o'sish ko'rsatkichi deb hisoblaydigan bo'lsak, siz yiliga $2000 daromad qilasiz. Agar o'rtacha kompaniyalar, ya'ni o'suvchan kompaniyalarga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, unda siz $10,000 dan kerak bo'lsa $10,000 yana qo'shimcha yiliga daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz $10,000 pulingizni riski yuqori va foydasi yuqori bo'lgan chaqa aksiyalarga kiritadigan bo'lsangiz, ya'ni savdo qiladigan bo'lsangiz, investitsiya qiladigan bo'lsangiz, bunda siz yiliga mayli 1000% demaymiz, 400-500% o'sadigan bo'lsa ham yiliga $10,000 ga $50,000 atrofida daromad qilishingiz mumkin. Bu yo'nalishning ikkinchi kuchliligini sababi siz oddiy kompaniyaga investitsiya qilib qo'ymaysiz. Ya'ni bunda siz bizneslarga sherik bo'lasiz. Misol uchun Nvidia kompaniyani oladigan bo'lsak, Nvidia kompaniyasini o'ziga ulushdor bo'lib kirasiz va Nvidia daromad qilganda siz ham daromad qilasiz. Ya'ni aytmoqchimanki, bunda siz riskingiz juda ham kam bo'ladi. Sababi bu yurib turgan bizneslar, ya'ni o'xshab bo'lgan, sizni o'rningizga qilib bo'lingan bizneslarga siz shunchaki sherik bo'lib kirasiz. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa o'sha biznes modeli kelajakda yaxshi daromad beradimi yo'qmi, o'shani farqlab olish. Uchinchi sabab, Forbes jurnaliga qaraydigan bo'lsangiz, milliarderlarning katta qismi aynan shu investitsiya orqali boylikka erishgan. Va eng asosiy kuchli tomoni, boshlash uchun sizga katta pullar shart emas. Hatto oyiga $50, $100 bilan boshlagan inson ham 10-15 yilda juda ham katta kapitalga ega bo'ladi. Faqat sizda bitta dona yagona narsa qolyapti, bu to'g'ri biznes modelli kompaniyani tanlash. Agar siz to'g'ri biznes modelli kompaniyalarni tanlab investor bo'lib daromad qilishni xohlasangiz, bu bo'yicha men dastur ishlab chiqqanman. Dastur haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda link qoldirganman. Link orqali ro'yxatdan o'tib batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi. 5-si va oxirgisi vending apparatlar biznesi. 2026-yilda eng stabil va eng kam bosh og'riqli biznes modeli hisoblanadi. Buni bozori yiliga 7-10% atrofida o'sadi. Sof foydasi esa 20% dan 50% gacha bo'ladi. Buni afzalliklari bir marta qo'yasiz va har kuni daromad olib kelib turadi. Jarayonlarning hammasi avtomatlashtirilgan va hech qanaqa xodim ishlatish shart emas. Kichkina joy egallaydi va sizga tunu kun ishlab berishi mumkin. Buni joylashtirgani eng yaxshi joylar bu universitetlar, yirik zavodlar, biznes sentrlar, savdo markazlari va shifoxonalar hisoblanadi. Nimaga bu model yaxshi ishlaydi? Chunki odamlar tez, oson va yaqin bo'lgan mahsulotlarni sotib olishni xohlaydi. To'g'ri lokatsiya topib va to'g'ri tovarlarni lokatsiyasiga qarab joylashtiradigan bo'lsangiz, bu biznesdan ham yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda o'zingizlarning fikringizni yozinglar va albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu bizning motivatsiyamiz uchun. Rahmat, salomat bo'linglar.